Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mashinamizni o'z egalariga topshiryapmiz. HLV Motors avtosalonimiz tomonidan sizga taqdim qilamiz. Naim opa, muborak bo'lsin. Xudo xolisa nasiblaringiz. Mashinalaringiz bundan-da yaxshilari nasib qilsin. Xudo xolisa. Bir o'zingizda o'zingiz berib olsangiz avtosalonimiz haqida. Avtosalondan mashina oldim, xarid qildim. Ular ishonchli ekan. Men mashinamni olib qolishib, o'rniga mana shu mashinani menga taqdim qilishdi. Rahmat ularga. Mamnunsiz, xudo xolisa. Rahmat. Aksiyamiz doirasidagi sertifikatni ham taqdim qilib qolamiz. Bu orqali yana bitta elektromobil yutib olishingiz imkoniyati bo'ladi. Olib qolasiz buni ham. Rahmat. Salomat bo'ling, charchamang. Ha, rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Mana xolamgilar shu avtosalondan mashina oluvdilar. Buni ichida 7 kilovatli zaryadchiga i+, Evocordan polik qilib berishar, komplekt, u degani bagajlarigacha bo'ladi. Fasonlarni o'zingiz tanlab olasiz. Xudo xolisa mana mashina etishgan vaqtlarida chiqdi. Kafolatli, garantiyalari joyida, hamma sertifikatlari bilan qo'shib kelasiz, qo'l qo'yasiz, mashinangizni olib chiqib ketyapsiz. Mana muammolar bo'lmayapti hech qanaqa. Rasman undan oldingi o'zim ham olganman, mana nariga tashqarida turibdi meniki. Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Nomerlarini taqib olgunimcha ham muammo bo'lmadi. Tavsiya qilamiz shu avtosalondan mashina olib qolishingizni.